bir yigit do'stini haqida gapiradi. Do'stim bilan birga o'tirib 41-45-yillardagi urush yillarini eslashak, shu do'stim yig'lar edi. Do'stim, nimaga yig'laysan axir? Seni nima majbur qiladi yig'lashga? Urush haqida yillarda gapirsang nimaga yig'laysansa, dadalari urushga borib, urushdan qaytmagan ekanlar. Alloh rahmat qilsin. 3-4 bola bilan onalari yolg'iz qolib, onalari qachoniki ko'chaga chiqmoqchi bo'lsalar, qarang. Bolam, men falon joyga ketyapman. Noboda men yo'g'imda dadang kelib qolsalar, men falon joyda bo'laman, meni chaqirginadir ekanlar. Urush tugagan. 46-47-yillar, 48-yillar bo'lgan urush tugagandan keyin ham o'sha odatiga ko'ra bolam noboda dadang kelib qolsalar, men xolaynikiga ketyapman, darrov meni chaqirgina. Bolam, men ammaynikiga ketyapman, dadang kelib qolsalar, men yo'g'imda chaqirgina. Bir umr mana shu hayotda yashagan. Bir umr. Qarang, sadoqatni. Mana bu haqiqiy sizni bizlarni faxrimizga sabab bo'ladigan, boshimizga toj kiydiradigan onalar siymosi aks ettirilyapti bunda. Bunda onalarimiz bitta bo'lmagan, ko'plab bo'lgan. O'sha paytda turmush o'rtog'i ketib, urushda yo'q bo'lib ketgan yosh kelinlar qolgan. Bitta-ikkita bola bilan kelinlar qolgan. Oxiri o'sha onaxon qarib to'shakka yotganda ham oxirgi kunlarda aytar ekanki, oxirgi nafaslarda bolam, dadangni shuncha kutdim kelmadi. Noboda men dunyodan o'tganimdan keyin dadang kelsalar, dadangga meni kutganimni aytgin bolam. Dada, onam rahmatli sizni bir umr kutdi. Sadoqat bilan kutdi. Sizni esdan chiqargani yo'q. Qachon ko'chaga chiqsalar, dadang kelib qolsa meni chaqir, dadang kelib qolsa meni chaqir deb onam rahmatli bir umr sizni yo'lingizga ko'z tikib o'tdi deb aytgina. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning va'dalari bor. Har bir inson, erkakmi, ayolmi, musulmonmi, kofirmi, dunyodan o'tayotganda g'aflat pardasi ko'tariladi. Hali tiriklik paytda g'aflat pardasi ko'tariladi. Uni boradigan joyi yo jannat yo do'zax ekanligi aniq ko'rsatiladi. O'sha oxirgi nafasda parda ko'tarilsa, eshikdan erlarning ruhlari kirib kelayotgan ekan. Ruh o'sha jahoti uchrashadi ruh bilan. Ruhlari: begim, sultonim, qayerlarda qolib ketdingiz? Baraka topkir. Bir umr sizni kutib adoy tamom bo'ldim-ku dadasi. Nimaga buncha hayallab qoldingiz? Buncha kechikib qoldingiz deb erlariga shunaqa sadoqat bilan, shunaqa hurmat bilan ruhlariga tabassum qilib dunyodan o'tgan ekan. Alloh